O'tgan safar 150 tani tekinga beraveraman, arzon chiqsa dedingiz. Undan ham 400 ming 500 ming arzonga qo'yaman shu kun. Gap. Uni ichiga 15 ta ona balasi yo'q edi. Bugun 15 ona balasi va undan ham narx suv tekin bo'ladi. Undan ham arzon narxda. Bunaqa aka O'zbekistonda yo'qmi bunaqa narx? O'zbekistonda bo'lmaydi. Bugun narxlar suv tekin bo'ldi. Ishonaver. Bugun to'g'li qo'ydi narxida ona bala chiqadi. To'g'li qo'ydi. Mana xudo xolasa Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani Jarari qishlog'iga keldik. Akalar, o'sha mashhur arzonchi akamiz Doston akamizni qo'ralariga keldik akalar. Akalar qo'ylar ko'chada qoldi. Mana xudo xolasa narxlar arzon bo'lib ketdi deb bemalol aytsak bo'ladi. 100 bosh akamizda mana shunaqa buvoz qo'ylar bor ekan. Aka nechtasi qo'zila bo'ldi? 15 dan tayi qo'zilagan. 15 tasi qo'ziladi. Nasib bo'lsa qolgani ham shu 1 oy 1,5 oyda hammasi qo'zila bo'ladimi aka? 1 oy yangi yilgacha qolmaydi aka buni. 1 oy 1,5 oyda akalar xudo xolasa yangi yilgacha qolmaydi. Hammasi qo'zila bo'lar ekan. Bemalol ko'rib akalar tomoshasini qilib ko'ramiz. 15 ta qo'zi bonusga bo'ldi xalqimizga. 15 ta qo'zi bonusga ketadi. 15 qo'zi bonusga bo'ldi. Bu necha tishli qo'ylar aka? 2 tish, 4 tish, 6 tish ham bor ichida. 2 tish, 4 tish, 6 tishli. Shunday akajon. Akalar mana qarisi yo'qmi aka? Qarisi bo'lsa tekinga. Qarisi bo'lsa Doston akamiz tekinga beraveraman deyaptilar akalar. Mana bemalol qo'ylarni ko'rib bahosini berib qo'yamiz akalar. Mana qo'ylarni bemalol ko'raversin. Bari o'zi to'lab ketadigan kashdan qo'y aka. Mana akalar ko'rib olamiz. Narxlar bomba bo'ladi bugun aka. Aka o'tgan safar 150 tani tekinga beraveraman, arzon chiqsa dedingiz. Undan ham 400 ming 500 ming arzonga qo'yaman shu kun. Gap. Uni ichiga 15 ta ona balasi yo'q edi. Bugun 15 ona balasi va undan ham narx suv tekin bo'ladi. Undan ham arzon narxda bo'ladi. Undan ham 300 ming 400 ming arzon. Gap akalar mana ko'rib olamiz. Haqiqatdan akalar xudo xolasa yaxshi baquvvat qo'ylar, buylari ham kami 80 bo'lmasa 85-90 ga qarab boradi. Chin bilan mol qiladigan dehqon bob mol bu. Mana. Bunaqa narx aka O'zbekistonda yo'qmi bunaqa narx? O'zbekistonda bo'lmaydi ham bu narx. Bo'lmaydi ham bunaqa. Bo'lmaydi bunday. Gap akalar. Nech pul qilib beramiz aka? Bitta chiroyli narx aytaylik. Aka bundayda. Shunday qo'ydi, eng kam chiqarayotgan bo'lsangiz 6 million chiqaryapsiz, to'g'rimi? Ya shunday. Eng arzon chiqarayotgan bo'lsa. Men 6 million ham demayman, 6,5 million ham demayman, 5,5 million ham demayman. 5,5 million ham demayman. 54 dan O'zbekiston bo'ylab dastlabki qilib beraman, 5 million 300 dan o'zi olib ketdi. 5 million 300 ming. 5 million 300 ming. Gap yo'q akalar, mana bemalol Doston akamiz nomerlarini qoldirib qo'yaman. Realni mana shunaqa akalar qo'ylarni zo'ridan endi qo'zlashni boshlaydigan variantidan olaman deydigan bo'lsanglar akalar, bemalol shoshilib qolamiz. Shoshilib qolinglar akalar, sababi soni bor 100 ta tezda sotilib ketishi mumkin. Yaxshi niyatda mana shunaqa qo'ylarda o'yimda 300 ta 400 ta bo'lsin deydiganlar bo'lsa, videoga like bosib, kommentariyada akalar chiroyli bunday narx bo'lmaydi. Mana akalar. Bunday narx qaytib bo'lmaydi. Gap akalar.